Assalomu alaykum aziz opa-singillarim. Bugungi darsimizda til sho'rva tayyorlaymiz. Birinchi ishimizni suvni qozonchaga solib olamiz. Hamma grammajlarni описаниеda bittalab yozib qoldiraman. Suvni ustidan bir qoshiq rolton pripravasini solamiz. Va pishirilgan tilimizni shu ko'rinishda to'g'rab olamiz. Suvni ustidan sovuramiz. Buni endi yarim soat qaynatishga qo'yamiz. Sho'rvamiz qaynab turguncha biz yana qolgan souslarni tayyorlab olamiz. Kefir solib olamiz. Kefir yaxshi, yog'li, foizi yaxshi kefirlarni tanlasanglar, sho'rvalar yana ham shirin chiqadi. Un solamiz va tuxum sarig'ini solamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana sho'rvamiz qaynab chiqdi. Endi haligi tayyorlab olgan massamizni ustidan solib, yaxshilab tezgina aralashtirib olamiz. Yaxshilab aralashtirib tashlasanglar, kamochka bo'lib qolmaydi. Yoki uni borligini hisobiga issiq suvga tushganda kamochka holiga kelishi mumkin. Yaxshilab sizlar aralashtirib tashlasanglar, bunaqa narsa bo'lmaydi. Endi saryog'imizni ham sovuramiz. Shunaqa suyuq sirdan ham bir qoshiq sovuramiz. Varini sirdan. Endi bu sho'rvamizni yana yarim soat qaynatamiz. Mana sho'rvamiz yarim soat qaynadi. Endi xohishga ko'ra ozgina murch qo'shsanglar bo'ladi. Bu sho'rvamiz immunitetni yaxshi oshirib beradi, qizdiradi. Shamollaganlarda ham juda ham foydali sho'rva bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar.